Assalomu alaykum. O'zbekiston xalqi, biz Namangan viloyati Chust tumaniga Mustaqillik mahallasiga bir Abrojon akamiz oldilariga keluvdik. Bundan 2 yil 2 oy oldin Namangan viloyati qurilishda ishlayotganlarida 8-etajdan yiqilib tushgan ekanlar. Bu akamiz 2 yil 2 oydan beri bir joyda mehlanib yotib qolgan ekanlar. Mana shunga xalqimizdan, O'zbekiston xalqidan iltimos qilib qolamiz va shu akamizga qo'llaringizdan kelguncha yordam qilinglar. Adresimiz qayerda? Adresimiz Namangan viloyati Chust tumani Mustaqillik mahallasida. Hozir kelib ko'rishimiz mumkin. Pasportini ko'chaga chiqarib turdi, kelib uni oldiga keyin xatda desam Go'zalda ekanmiz, Go'zalga bordik Namanganga. Borib yugurib o'sha nimaga priyomga kirsak, tez tibbiy yordamga arvachida olib ketyapti. Shu 3 metrmi 4 metr joyda bundoq ko'rib, o'g'lim deganimni bilaman. Bu hech nimani bilmasdi. Hamma joyi qon, oqib ketdim, meni qo'ymadi. O'sha anda 8-etajdan tushib ketgan, 2-etajga tushgan. Ishmaydilar, musulmon ustiga. Xudo deganimiz bor ekan. Juda ham ko'pchilik yordam qildi, bardan. O'sha hamma rayondan ko'rgan, meni bilgan odamlari hammasi telefon qilaverdi. O'g'lingizni ismi nima edi? Ayting, jumadan duo beramiz deb hamma duo berdi. Uylari